Hammalarga salom obunachilar. Bugungi videomizda sizlar bilan Robloxdan yangilanishdan keyin nimalar sodir bo'lgani haqida ozroq o'zim bilgan narsalarni tushuntirib beraman. Xo'p, birinchi ko'zimga tashlangan narsa bu. Mana bu joyda akkauntlarni yoshini, ya'ni o'zingizlarning yoshinglarni tasdiqlashingizni so'raydi. Buning uchun esa kameraga o'zingizlarning yuzinglarni chapga, keyin o'ngga ko'rsatib qilganingizdan so'ng yoshinglarni o'zi analiz qilib chiqib, yuzinglarning tuzilishiga qarab yoshinglarni belgilab beradi. Xo'p, men qilganimda 18-20 yosh deb belgilab berdi. Bu nima uchun kerak desanglar, agarda mana shu yoshinglar, misol uchun meniki 18-20 yosh bo'lsa, любой bitta misol uchun O'zbek xavinga kiramiz. Bu narsa nima? Misol uchun agarda sizlarning yoshinglarni 18 dan 20 yoshgacha deb belgilaydigan bo'lsa, o'sha yoshdagilar bilan yozisha olasiz. Mana yozib qo'ygan. Only people in similar age. Короче, inglizchani yaxshi talaffuz qila olmayman. Xo'p. Короче, sizniki bilan bir xil bo'lgan akkaunti bir xil bo'lgan yoshi bir xil bo'lganlar bilan yozisha olasiz. Ya'ni agarda men hozir chatga yozadigan bo'lsam, yoshi mendan kichkinalar buni ko'ra olmaydi. Ya'ni misol uchun 13 yosh akkauntini 13 yosh deb belgilangan bo'lsa, buni ular ko'ra olmaydi va ular yozgani ham menga ko'rinmaydi. Bu narsa xuddi sizlarda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni agar sizlar yozganingizdan keyin menga ko'rinmaydi agar akkauntinglarning yoshi 13 yosh bo'lsa. Bu bir taraflama yaxshi, bir taraflama yomon. Nimasi yaxshi? Ya'ni hamma o'zini tengdoshlari bilan yozisha oladi. Lekin agar yuzinglarni analiz qilganda yoshinglarni katta qilib qo'yish ham mumkin. Misol uchun menikini 18-20 qilib qo'ydi. Okeylar bilasizda, yoshiga nisbatan katta ko'rinadi-yu. Hop, chalg'imiz. Birinchi ko'zga tashlangan narsa shu bo'lganligi uchun men shuni video qilib chiqdim. Kimgadir bu narsa tushunmaganlar uchun tushunarli bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qo'yinglar. Yana shunaqa yangiliklarni nimadir kontent qilsam sizlarga yoqadimi? Shuni ham kommentga o'zingizlarning fikrlaringizni yozib ketinglar. Bo'lmasa videoni oxirigacha ko'rgan hammaga rahmat. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Davay.